Salla bog'chaga kelmadilaring. Chuchvarani xol sanatsan. O'nga. Sagamiz. Kapitani yamonda. Xotiniga ham shunaqa kapitanligini qilarmikan, ha? Ha, qiladi. Bu turishda qiladi bu. Onash. Kelismi, men bilan sushlang, ishnagi nima qildi? Parpar ko'p chiqing boring. ishdan charchab keldi. Отстань! Ishda siz general bo'lsangiz, uyda men general. Chagonmas. Bo'ldi, xo'p. Yuringlar. O'rtoq kapitan, qurolni bunaqa tez yig'ishni qayerdan o'rgangansiz? Uyga borganda bekor o'tirmasdan o'z ustimda ishlaganman, mashq qilganman. Onash, jangchi tayyor. Endi bemalol otishma qilsa bo'ladi. Balandroq! Bayrog'ing boshingda bo'lib. O'rtoq kapitan, qo'shiq aytishda yo'raveryapsiz. O'z bo'lka perixtni barxton borku, bu natijaga qanaqa berishgansiz? Bu natijaga erishish uchun men uyga borganda tinimsiz repetitsiya qilaman. Papalam, Kapitanim, ashqirlarimni ham yuvib bering. Xo'p, onash nimada yuvay? Arinyoda bu parashok boshqa parashoklarga o'xshab qo'lingizdan tishtirmaydi. O'zidan xushbo'y hid taratib turadi. Hamma harbiylar oilasi shunday ishlatyapti. Yo, ikki qat qo'limda o'zim yuvaymi? Harbiylar nafaqat vatani uchun, balki oilasi uchun ham qahramondir. Qudrating zo'r bugun milliy armiyam. Armiya otangni yumas. Tez ovqatlanlaring. O'rtoq kapitan, buncha ovqat qanaqa tez yeyish mumkin? Hey, uylangandan keyin bitta farzandli bo'lgan, avtomatik tez ovqatlanasan. Men bo'ldim onash. Endi sen tez ovqatlanib bolamanga ber. Har bir askar jang maydonida hushyor va sergak bo'lish kerak. Chunki oyog'ing tagida mina bo'lishi mumkin. Shu kapitan ko'p urush ko'rganga o'xshaydi. Minali zonada yurishini qara. Onash, Sekin, hozir uxlatdim bolani. Sekin kirib kel. bo'ldi, xo'p. Dushman qo'liga tushganda ham vatanga xiyonat qilmaslik kerak. O'rtoq kapitan, xotingachi? Xotinga? Kim bu toyirdan kes? Jo'ram? Jo'ray sizga jonim deb yozadimi? Jonim jo'ram deb yozmoqchi bo'lgan. Jo'rami qolib ketgan. Aldamang, siz menga xiyonat qilib yuribsiz, ko'nglim sezib yuribdi. David! Bilib qo'y, harbiylarda bir gap bor. Xotinga xiyonat, vatanga xiyonat, oshxonalarga dagonmash. Men oddiy kelin Binafsha Sultonova. Harbiylar oilasiga kelin bo'lar ekanman. Erimni buyruqlarini so'zsiz bajarishga, uydagi gaplarni ko'chaga tashimaslikka, What you mean? erimni Instagramdagi soxta erlar bilan solishtirmaslikka, eng asosiysi onamni uyiga borib o'zgarib kelmaslikka qasamyod qilaman. Xuddi shunday. Qabul. Spalniga nayatga qadam bus. Tayyormisan? Vaqt ketdi. Bo'ldim. Yo'ma-yo'q 8 sekund. Mehmon kutish operatsiyasi muvaffaqiyatli yakunlandi. Akubga tushib, kompotlarni o'pchi. Akub nima u? Podvalga. Davay. Shtabda kechga nima ovqat? Kechkami sergo'shgina, yog'liqqina qoz-qartalari bilan do'ppichaday osh qilib qo'yganman. Kechga mayor strelbaga chiqar ekanda. Strelbangiz nima u? Daga. Oddiy askar Sultonova. Men Ota-onangiz ketdi, KPPga keling. Harbiy qism hududiga begonalar kirish qat'iyan taqiqlanadi. Tashqariga chiqib gaplashib oling. 5 minut vaqt. qiynalmayapsanmi? Qiynalib ketdim. Har kun kiyovisidan shena. Har kecha naryanda turaman. Oila sirini birovlarga aytish bu xiyonat. Agar shuni qilsang 3 kun tualetga naryadga turasan. Oyjon, harbiy o'g'lingiz menga har kun har xil mashqlar qilib